Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan alkandan alkadiyenggacha bo'lgan mavzularni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlashni o'rganib chiqamiz. O'zi ratsional nomenklatura nima? Mana bu ratio deydi, ration, ya'ni bu fikrlash. Demak, biz fikrlab nomlashligimiz kerak bo'ladi. Hop. Asosan shu qaysi sinfni nomlaydigan bo'lsak, ana shu sinfning birinchi vakili asos qilib olinadi va ba'zi mavzularda ana shu birinchi vakilining tarixiy nomidan foydalanamiz. Buni demak video davomida tushunib olasiz. Demak, birinchi alkanlar bilan gaplashamiz. Demak, alkan. Alkanlarning birinchi vakili bu metan. Metanni bilasiz, 4 ta vodorod atomi bor. Endi bunda nima bo'ladi? Mana bu uglerodni markaz deb qarab, mana bu unga bog'langan vodorodlarni esa radikalga almashgan deb qaraladi. Misol uchun, hop. Mana shu moddani ko'raylik. Mana bu yorida 2 ta vodorodi turibdi. Eng ko'p tarmoqlangan, eng ko'p qo'l chiqargan uglerod bu o'rtadagi uglerod hisoblanadi. Mana bu. Endi xuddi shu mana shu uglerod deb qarasangiz, tepasida va pastida vodorodlari mavjud, lekin ikkala chetidagi mana bu vodorod, mana bu metilga almashgan, mana bu vodorodimiz esa mana bu radikalga almashgan deb qarashligimiz mumkin. Buni vodorodini qo'yadigan bo'lsak, CH3 bo'ladi. Demak, o'rtadagi mana shu uglerod asos bo'ladigan bo'lsa, bunga 2 ta radikal birikyapti. Bu radikallarimiz CH3lar metil hisoblanadi. 2 ta metil borligi uchun di qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, dimetil va oxiriga birinchi vakili metan bo'lganligi uchun ratsional nomenklatura bo'yicha metan so'zi qo'shib nomlanadi. Ana endi mana bu moddani ratsional nomenklatura bo'yicha nomlaylik. Birinchi eng ko'p qo'l chiqargan uglerod tanlab olinadi, ya'ni tarmoqlangani. Mana ko'rib turibsiz, mana bu ugleroddan 3 ta qo'l chiqqan. Mana bundan 2 ta, bundan 1 ta. Demak, 3 ta qo'l chiqqani eng ko'pi hisoblanadi. Shuning uchun demak, mana shu uglerod tarmoqlangan deb markaz sifatida qaraladi va unga radikallari aytib qo'yilib, oxiriga metan so'zi qo'shiladi. Mana bu yuqorisidagi vodorod turibdi. Mana bu vodorod. Bularda mana bu radikallar kelib qolgan deb qaraladi. Misol uchun, mana bu etil. Mana bu metil. Mana bu ham metil. Demak, 2 ta metil bo'lganligi uchun dimetil. Mana bu radikalimizni aytamiz etil va oxiriga yana metan so'zini qo'shib nomlab qo'yamiz. Xuddi shu tarzda, demak, alkanlarni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlaymiz. Bu demak alkanlarning sistematik nomenklaturasi, ratsional nomenklaturasi edi. Ana endi sizlar bilan sikloalkanlarning ratsional nomenklatura bo'yicha nomini ko'raylik. Demak, siklo degani halqa degani. Demak, halqalar bo'ladi. Buni bilasiz. Misol uchun, mana bu
bu siklopropan. Biz siz bilan demak tanishganmiz. Mana bu guruhni CH2 bir-biri bilan CH2 guruhga farq qilsa, ularni gomolik deb ataganmiz. CH2 degani metilen guruh degani. Demak, bularning metilen hosilasi sifatida qaraladi. Metilen. Metilendan nechta? Demak, 1, 2, 3. Demak, 3 ta metilen bo'lganligi hisobiga bularni trimetilen deb ataladi. Yoki 4 ta bo'ladigan bo'lsa, tetra qo'shimchasi qo'shib nomlanadi. Demak, bu tetrametilen. Nima uchun desa, metilen guruhdan 4 ta bor degani. 5 ta bo'ladigan bo'lsa, pentametilen deb nomlanadi. Ana endi sizlar bilan keyingisi alkenlarga o'taylik. Alkenlarning birinchi vakili CH2 qo'shboq CH2. Demak, bu etilen bo'ladi. Etilen hosilasi sifatida qaraladi. Alkanlardagi an qo'shimchasi o'rniga ilen qo'shimchasi qo'shib nomlanadi bularda. Misol uchun ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, demak bu propilen yoki propen. Bunda demak mana bu hosila sifatida qaraladi, asos sifatida va unga bog'langan mana bu radikal. Demak bu metil, shuning uchun metil etilen deb nomlab qo'yamiz. Ana endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, demak mana bu asos bo'ladi. Unga bog'langan radikal. Mana bu radikalimizning nomi demak bu izopropil edi. Shuning uchun bularni demak izopropil etilen deb nomlab qo'yamiz. Xuddi shu tartibda demak ketaveradi. Agar mana bu metilni yo'q deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, bu yer CH2 bo'ladi va etil radikali bo'lib qolyapti. Demak, buning nomi etilen bo'lib nomlab ketaveramiz. Demak, bu alkenlarning ratsional nomi edi. Ana endi sizlar bilan alkinlar haqida gaplashamiz. Alkin. Demak, birinchisi bularda 3 bog' bo'ladi. Demak, buni bilamiz. Bu asetilin. Demak, alkinlarda asetilin hosilasi sifatida qaraladi. Misol uchun, demak, mana bu guruh asetilin bo'ladigan bo'lsa va mana bu radikal metil. Demak, metil asetilin deb nomlab qo'yiladi. Bu ham demak qisman alkenlarga o'xshab ketyapti, faqat asetilen qo'shimchasi qo'shilyapti. Alkenlarda esa ilen qo'shimchasi, ya'ni etilen bo'lyapti turgan edi. Demak, mana buni ko'radigan bo'lsak, bu mana bu demak asos va unga mana bu radikal bog'lanyapti. Bu etil. Demak, etil asetilen deb nomlab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Endigi ratsional nomenklatura bo'yicha gaplashadigan mavzumizning nomi alkadienlar. Demak, bularda ikkita qo'shboq bo'ladi. Demak, bular mana buning nomi propadiyen, lekin buning yana bir tarixiy nomi mavjud, allen deb ataymiz. Shuning uchun bularda alkadienlarda shu tarixiy vakili allen hosilasi deb aytiladi. Misol uchun butadienni ko'radigan bo'lsak, mana bu butadien 1,2. Demak, bunda mana bu allen deyiladi va unga aytilgan mana bu metil. Demak, buning nomi metil allen deb nomlab qo'yiladi.
yoki etil bo'lib ketishligi mumkin. Agarda mana bu qo'sh bog'imiz bir bilan bundoq tarzda bo'lib qoladigan bo'lsa, SH2 bo'ladi. Bularni ratsional nomenklaturaga ko'ra nomlab bo'lmaydi. Alkadiyalarda demak ratsional nomenklaturaga ko'ra nomlashlik uchun qo'sh bog'lari ketma-ket kelishligi kerak bo'ladi. Xuddi shu tarzda kelishligi kerak. Agarda mana bu sigma bog'ga o'xshab ochiladigan bo'lsa, demak bularni ratsional nomenklaturaga ko'ra nomlab bo'lmaydi. Shu bilan demak ratsional nomenklatura haqida berilgan ma'lumotlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Tushunmagan mavzularingiz yoki savollaringiz bo'lsa, guruhlarimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi.